Shu sababdan ikkinchi raundga o'tamiz. Ya'ni Wizard bilan Varden. Xo'sh, aytinglar sizlarga kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi biri ko'proq kuchli? Wizard yoki Varden? Qarshi jigarlar birinchi men Vardenni uning yoniga qo'yib, keyin esa Wizardni spawnerga qo'yishni va endi ochib ko'ramiz. Varden hozirdan shu kirishga. Voy, bilay. Jigarlar menga borish. Wizardni dahshat ovozi yo'qotdi. Oho. Wizardning joni anchagina kamaydi. Yana ozgina qoldi. Davay Varden. Davay qani? Ya, jigarlar o'ta Varden yetkazadi. Nimaga deganda Wizard osmonda uchib yuribdi. Varden esa faqatgina bitta dona kuchidan boshqasi ishlay olmaydi. Jigarlar, keyingi videoda 15 ta top 15 ta moblar va Vardenga qarshi kurashishni ham ko'ramiz. Savol, kimlar yetadi deb o'ylaysiz? 15 ta mob, misol uchun Wizard yoki Silver Blaze o'shalar bilan urushasiz. Sizlar kommentariyada javoblaringizni yozib qoldiringlar. Men albatta o'qib o'sha narsani takomillashtirishga tayyorlanaman. Bilay. Voy jalot. Wizard yutqazadi. Varden yutqazadi. Wizard deb qo'ydi. Oho. Varden anchagina kuchli ko'rinyapti shu yerda. Jigarlar kim yutadi deb o'ylaysiz? Keyin bitta savolda nima sababdan har doim Wizard yoki qora o'rmondagi qora daraxtlarni qo'yganda osmon qoralashib ketadi? Bitta Varden qattiq yevordi. Lekin bitta Varden bemalol Wizardning yarimta jonini yeyishga ham yeta oldi. Mayli jigarlar, tomosha qilinglar. Jigarlar. Wizard ancha kuchsiz bo'lib qoldi. Lekin buni Vardenga farqi ham yo'q. Jigarlar, kim yutadi? Kim? Qani? Wizardga ketma-ket zarbalar va Wizard yutqazdi. Varden esa yutdi. Barakallah. Uyatsiz, barakallah. Jigarlar, qarachi bildinglar, bugungi videomizda Varden birinchi o'rin va videomiz tugadi. Bugungi videomizda Varden birinchi o'rin